Sultanning kesili biroz yaxshilanib qoldimi? Qo'saq qismi yallig'lanib qolgan o'xshaydi. Qo'sig'i ko'pgan siri qizib ketyapti. Bagidek dorimi yo'q. Qachon o'ziga aytmayli. Baq dunyoga xotirjam ketiversin. Yana biror shum xabar keldimi? Chingizxon 3 o'g'lini qo'shini bilan Koni poytaxtimiz O'rganishni elishga avatibdi. Shunda qilamikin deb o'ylab edim. Yana Qorun qal'asini qo'ldan ketibdi. Nima? Validi Buzruk, Xonish, Maliklar bilan shahzodalarchi. Validi Buzruk bilan Xonish Maliklarni jaba asirga olibdi. Shahzodalarni o'ldirib etibdi. Shahota! 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 Boy deganlarimizni anglab, ko'ngli buzilyapti. O'lib ketadigan o'xshayman. Shahota, ko'ngillarni buzmislar. Merhum qarindoshlarim jannat gulistonida meni saqlab etibdi. Men jannat gulistonida avlodlarimni saqlaydigan bo'ldim. Shunda qilib jamoatimiz oxiri jam bo'ladigan bo'ldi. Ömür bo'yi nurg'un bepoyon el uluslarni bo'ysundirdim. Ham ularga hukmronlik qildim. Afsuski, manga endi yotqudek olqonchilik yami chiqmaydigan o'xshaydi. Mushu kichikkina qaqas orolda yotadigan o'xshayman. Buningga shukr. Har kuni dengiz shavqini menga hamroh bo'lgudek. Bo'ron qushi menga Shahota. O'g'lim, tushuntirib qo'yay. Enim o'zlag'ini Shahvolidimiz taxt varisligiga tayinlagan. Cho'qim butun vujudim bilan enimni xizmatida bo'laman. Qadardan o'g'lim menga ko'nmidi deb o'ylab qolma. Akamdan boshqa hech kim saltanatimni qayta tiklayolmaydi. Shunga akam Jaloliddin taxt varisi bo'lsin. Xotirjam bo'lsizlar Shahota. Sizdan hargiz og'rinmayman. Akamdan hargiz og'rinmayman. Bo'ldi. Yangi sultonim belgilandi. Shunda qilib Sultan Muhammadning ham shonu shavkatlik, ham or nomusluq hayoti oxirlashdi. Jasadi jinozig'imi selinmay, meyit namozimi tushirilmay, hatto hozimi echilmay, dabdabisiz uzitildi. Chunki uning atrofidagilar o'zlarini qo'g'lab yurgan Mo'ng'ullarning uqib kelishidan ansirmoqda edi. Eng echinishli bo'lgani shuki, sulton o'z jasadining ochiq dalada qabrsiz qoladiganligini o'ylabmi boqmagan edi. Biroq u kun bo'yi Mo'ng'ullarning qo'g'lab zarba berishidan ansirmay, keyingi chog'larda daryoi Hazar suvi besib ketgan bu kichikina qaqas orolda xotirjam yotdi. Uning avlodlari mayli uni madhiylisin yoki qog'usin, uning yotgan yerini mangu topamadi. Mayli. Chingizxonning 3 o'g'li O'rganishga yetib berishdan ilgari biz berib olaylik. O yerdagi tuman kishlik qo'shinimiz bilan 100 tuman puhrayimiz bizning Mo'ng'ullardan g'olib kelib, el makonlarimizni qo'g'dashdagi muhim tayanchimiz. Sizlarga yuz kilamayman. Sizlarni parakandichilikda qo'ydim. Oldinglarda gunohkorman. Marhum. Ajdodlarim oldidimi gunohkorman. Valiahd keldi. Tağa, mən vəliəhd emas. Meni ondaq çağırmısınlar? Abbaq ciğenim,
Aytыңa. Akınız Jalaliddin sizni veliahtlikdan voz kechishga majburladimi? Yo'q, bu marhum Shah otamning ko'z yumish oldidagi vasiyati. Akınız oydirib chiqargan vasiyatdi. O'z xulqim bilan oldim. Bo'lmaydi balam. Shah otingizning vasiyati bo'lsa-mu bo'lmaydi. Siz Shah validimiz o'zi belgilgan taxt varisi. Marhum Shah otingiz o'z oldiga taxt varisini belgilsa qoidaga to'g'ri kelmaydi. Qoidaga to'g'ri kelmaydi. Balam, mush yerda taxtga chiqishga tayyorlik qiling. Quloq selinglar. Har qaysinglar mingdan sarvaz tayyorlab, Xo'roz tunji chillaganda taxtni tortib olgan Shahzoda Jaloliddinning ordisini ham ordu qo'riqchilarini qo'rshab, sarkardillar bilan ordu qo'riqchilarining birini qo'ymay, hammasini qirib yitinglar. Hop! Aka. Ne bo'ldi? Sultan Adildir, inlari o'zlar hozirda xabar yetib kelibdi. Marhum shoyimiz otog'isi To'g'ayxon Qipchoq xonlari bilan qo'shin tashkillab sizlarni o'ldirmoqchi bo'ldi. O'zlar. Rasma? Ularning deyishicha Shah otamning sizni taxt varisiga belgilashi qoidaga to'g'ri kelmaydi ekan. Shungisini o'ldirib etib meni sultonlik qo'ymoqchi ekan. Lekin Shah otam sizdan boshqa hech kim saltantimni qayta tiklamaydi degan tursa. Undoq eni. Appak qo'sa. Sultan Adildir, shahardagi cheriklar To'g'ayxonning odamlari. Ular Xo'roz tunji chillaganda harakat qildi ekan, shuni o'rganishdan hozirlik etaylik. Yuringlar. Agar bu johil qipchoq xollari ishki nizo paydo qilib, Shah otasidanmi jasoratlik va farosatlik yangi sulton Jaloliddinni ketkizvatmagan bo'lsa, O'rganishda yuz beradigan bu urush boshqacha natija berishi mumkin edi. Ulug' qog'on, xush xabar. Haqsa Cho'cho'ji Yanjondan Samarqandga yo'lga chiqibdi. Rasman? Ha, Yaxshi, bugun jiq qutlug' ishlar bo'ldi. Obdan bir qutlug'laylik. Necha vaqtdan beri hammanglar jafo chekdinglar. Bugun qimiz issanglar, naqsha issanglar bo'ladi. Ha, qani, o'tiringlar. Uzun saqal, yenimga kelib o'tiring. Keling. xo'sh. Ulug' Mo'ng'ul xalqining tuman beshi yo'lliq boqa farmon bo'yichisilarni kutib olg'ili oldinlari keldi. Sizlar yo'lliq aqayning qayrindishi Oltoy bag'rida teriqchilik qilayotgan heliq sarkarda yo'lliq boqib bo'lamdilar. Faqirlari yo'lliq boqa bo'laman. Sarkarda yo'lliq boqa janoblari katta xizmat qildilar. Qilgan ishlarini ko'rish uchun bo'lsa-mu, bu yerda uzoqroq turg'im kelyapti. Bu yil usul qandaqroq bo'ldi. Eldan so'rg'icha yerdan so'rg'aylar. Sarkarda yo'lliq boqa janoblarining bu gaplari nihoyat ochiq, samimiy bo'ldi. Aqsat, yursizlar. Üzüm, kishmish, yana üzüm sharoblarini tayyorlab qo'ydim. Hammasi o'zimkan-ku. Atigi texe tavus, qo'g'illarni tayyorlab qo'ydim. Yursizlar, ana yursizlar.
Chingizxonning qo'shini Termizda to'salg'iga uchragan dal shu paytda 10 necha tuman kishilik qo'shinni tashkillab bo'lgan Yangi Sulton Jaloliddin or nomusini oqlash uchun oxiri qisos shamshirini qo'liga oldi. Uning raqibi Shigi Qutuq boshchiligidagi 3 tuman kishilik qo'shin edi. Voy voy, ularning odami nima degan jiq? Ular har qancha jiq bo'lsa-mu bizchilik chiqmas. Hujum qilaylik. Ular az bo'lsa-mu Qozoq xalqlarining qisosini elish uchun bu urushni qilmay amal yo'q. Qaramamsizlar. Ular Qozondek o'ymonga kiryapti. Qo'shinini hargiz qanot yaydıramaydi. Ularning yangi sultoni. Ulug' qog'onning yurakka qatilish usulini qo'llanaylik. Sultonni tutib olsak, tal to'kis qalbi qilgan bo'lamiz. Uni tirik tutaylik. Alg'a! Selishtirmasi ro'shan farqlanadigan bu qatimqi urushda Mo'ng'ul qo'shinining 3 tuman cherigi butunlay degidek halok bo'ldi. Shigi Qutuq 100 necha sarkarda cherigi bilan muasirni bo'sib chiqdi. Sana bergen 3 tuman odamning hammasi o'ldimi? Ulug' qog'on, men o'limga mahkum. Iqtidorsizligimdan dushmanga yengildim. Anam o'lin o'jinning baqqan mekriga javob qaytaramadim. Meni o'limga buyurg'aylar. Yo'q. Shigi Qutuq. Sen anamning asrandi o'g'li. Onamizning ruxsatisiz seni o'ldiremayman. Anam Şoğunisi, anemiz Köktağır'ın dergahıga ketdi. Ondaq bolsa, men berip anamızga emrah bulayım. Anamızga emrah buladiganға, boru oqul bilen qaçuğum ba. Emdi faqat anamızın qağan jigar parlarını sağ-salamet qaytırıp ketip, onun ruhini emin tapqızışla qo'limdan keladi. Ulug' qog'on. Bo'ldi. Meni esla urushgan joyga ep beringlar. O'lib ketgan 3 tuman qarindishimizning ro'yini yo'qlab kelay. Shigi Qutuq, nima ish qilmoqli bo'lganligini bilamsan? Bu yer shakliga qarab boq. Mag'lub bo'lganligining sababi shuki, yer shaklini obdan tanlamabsan. Yer şeklini boptu. Piyade çelikler toplaşıp çağız septuzub uruş kılıdı. Atlık çelikler 3'tün 5'tün tarqaqlaşıp 4-5 kichik septuzub uruş kılıdı. Şundaq bo'lganda tarqaqlashib topluş hujum qilish yoki chekinishga qulaylik bo'ladi. Men urush qilganda 100 atliq chelikni chambarlashtirsam, tuman odamni qorishab qoladi. 1000 atliq chelikni tarqaqlashtirsam, 100 chaqirim doiraga to'rdek yeyiladi. Qozonning tegidek bundaq yerga 3 tuman chelikni to'plashtirib olsang, muasirda qilib ola ko'nmamsan. Ulug' qog'on, qaraganda hünərlərini ömür boyu öyrənməydigan o'xshayman. Unda qo's yarog'chiligingni obda ishla. Bundan keyin qo'shin tatib urush qiladigan ishni qo'y. Men bilen, billi mal vaqqan. Merkit,
Tatar, Jadaran, Keray, Naymanlarni birlikte yo'qotgan, nurg'un urushlarni birga qilgan qarindoshlarim. Bugun sizlar qahramonlik bilan yiqildinglar. İlgirki urushlarda ko'rsatgan jasoratinglar, Mo'ng'ul botirlariga xos shon-sharafinglar bilan bu yerda yiqildinglar. Mo'ng'ul botirlari intiladigan shon-shavkat bilan oxiri janggohda yiqildinglar. Jasadinglar yoqqa yurtib qoladigan bo'ldi. Ruhinglar mangulik amin topqay. Ögödey begim. Men beşte oday, bu cesetlerini ne gapirsizlar? O yakta bir azgal baka, şu yak kümüp koyal deymiz. Aldırapta kümüpsizlar go. Nemişki görkü olap kömeysizlar. Üçüncü Xanzade. Neçə gündən beri şəhərə hücum qilishda nurg'un cheriklar o'lib yotıdı. Agar görkü olab kümümüz desək, cesetler sezib ketəmidi? Çilaqın tağa, siz Xan atamның Taliqandaki yeni ordusuga berip u yerda bo'lgan ishlarni aynan xabarlantirib qo'ying. Ma'qul. Üç oğlum hakikaten qaltiskan. 7 aydan beri bir yetim şehrini alamaptı. Ulan qimizg'i to'ymadı mı? Yoki go'shtga mi? Ha? Amaliyotda qo'shinimiz 2 qatim shaharga besib kirgan. Hatto Amo daryosidagi ko'vrikka o'xshash muhim joylarni olgan. Lekin o'rganishdagi dushman nihoyat kuchli ekan. Xalq bilan qo'shinlar bir niyat qarshilik ko'rsatib, bizga qilchi yo'l bermadi. O'rganishlar bir niyatga kelib qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, bizmi qat'iy niyatlar ular ustidan g'olib kelamamdiq. Ulug' qağa, Sarkarda Chilag'unning tilqisinchiligi bor o'xshaydi. Chilag'un, sen, dadang, hem qadag'an mening shafaatchim. Ayta, u yerda zodi nima ish bo'ldi? Ulug' qağa, Akuka Jochi bilan Chag'ataylar kelishamidi. Ishkilisi o'z gapida ching turib, o'z biligini qildi. Ular hadislar o'zaro tirikishib yurgachga qanday qilishimni bilamay qoldi. Yana shu valiahdlikni talashibmi? Buni men bilmaydi ekanman. Ulug' qağa, bu ishdan oz to'la xabarim bor. Sizlar ko'ni poytaxt O'rganishni Jo'chi begimning ulusiga suyurg'al qilib bagashga, u shaharni omon eson saqlab qolish uchun rahimdillikni yo'li qo'yib, dushmanning yuvashlab taslim bo'lishini kutdi. Lekin Chag'atay begimning ulusi u yerda bo'lmag'achqa, u shahar elingandan keyin mol-mulklarni o'lja ilish istigida bo'ldi. O'rganishning vayron bo'lishi va omon eson saqlab qilinishi bilan kori bo'lmadi. Shunga taslim bo'lsa omon qoladi, taslim bo'lmasa vayron bo'ladi. Buni talash qiling, nimasi bor? Shigi qutoq. Lapay. Sen Chilag'un bilan o'rganishga berib, Jo'chini qo'mondonlikdan qoldirib et. O'g'day qo'mondonlik qilsin. Bir oy ichida ko'ni poytaxt o'rganishni ep bo'lsin. Xo'p. Xanata! Xanata! Muqatto'g'an Bamyandagi urushni qazo qildi. Kimni dedim? Chag'atay akamning o'g'li, taxt varisi Muqatto'g'an. U qani? Jestini ekeldim. Xanata. Nevramni. Şabalab tablaq çaqtırmay. Ordamı ep beringlar.
chiqib ketinglar. Hammanglar chiqib ketinglar. Nevram Moqa to'g'an bilan birdam yolg'iz turib olay. Dadis Chag'atayga demanglar. Moqa to'g'an. Omaq nevram. Ben mushi ishimda yerda sep yürüsem, senin o'tidek turib ketib qolganing nemiz? Ulug' momoni sevindingmi ya? Men qiyliqi tartishadigan yering yo'qmi? Ulug' qag'an, o'zini asırsızlar. Fermanımni yetkizing. Tong yo'rg'icha qo'shin tortaman. Yana urushga otlanamdilar. Nevramning qani to'kilgan yani. Omaq nevramning qabristonligiga aylantirib o'taman. Sultanını tutup omaq nevramning ro'yiga atab nazr qilaman. Fermanımni yetkіз. Qal'a dengiz olsunmu? Qar to'pi bilan tindirib, hech qanday yo unmaydigan qum qaqasliqqa aylantirib o'taman. Qazanğı mundaqçımış. Ondaq oxuyan ot oxuyan almaştırıp, may qazınığı nişanlap etinglar. İtala! Qo'uqni ko'ydiringlar. Çıkınlar! Qo'uqni chiqinglar!
keldim. Alğa! Jo'chi, mush ayrılığımızca yana qachon ko'rishamiz? Bu yerdan Mo'ng'ul dalasigacha eng tez bo'lgandimi 20 yil ketadi. Onamning yeshimi bir yak berib qoldi. Endi turib oldinma xabar olamadim. Ulug' qog'on bilan uchrashishga oz qoldik. Deydigan gaplaringiz bormi? Men nimamni deyalayman. Qog'on otamni bakmi umidsizlantirdim. Yaramas bola ekanman. Bunig'imi mayli. Xon otamdan sal yiroqroq tursam, ko'ngil og'rig'i ozroq bo'ladi emasmi? Bo'ldi, ketaveringlar. Chingizxon O'g'dayni oldingi sapning qo'mondonligiga qo'yib bir oydan keyin Mo'ng'ul qo'shini qisqa muddat ichida raqiblarining koni poytaxti O'rganchni oldi. Chingizxonning farmoni bo'yicha cho'ng o'g'li Juchi O'rganchda qoldi. U yurtidan yiroq bo'lgan bu shaharda mangulik qilib qoldi. Qag'an ota! Düşmanlar bir yana tashlab, Amo daryosini o'tib bo'ldi. Bizni tashlab qochmoqchi bo'lyapti. Alğınçı Manglay qo'shinni boshlab, eng tez suratda ularning kendi qo'g'la. Xo'p. Nima bo'ldi? Nima ish qadar hal otlanmaysa? Ikkinchi akam O'rganch oldingi sepidan g'albilik qaytib ketdi. Sirt saqlayotdi. Ularni chaqirib kir. Muqatug'anning ishini Bugün yoshirsak, әтс yoshirib olamaymiz. Yaxshisi Muqa tug'anning ishini Chag'atayga deyli. Ularni chaqir. Xo'p. Qag'on ota, zafar quchib qaytib keldik. Nima? Zafar quchib qaytib keldinglarmi? Sizlar aka-inalar qo'shqadak o'zaro usishib, 7 oygacha bir yetim shaharni olamidinglar. Qanchalagan Mo'ng'ul botirlar o'lib yaralandi. Kimning ota-onasi, xotin bola chaqilari yo'q. Qaytib borgandan keyin ularga qandoq javob beraman? Gunohkormiz. Yana ulug' yasoq bo'yicha shahar ilingandan keyin o'ljilingan mol-mulklar bilan avom fuqarolar urush qatnashgan ham qatnashmagan noyon sarkardalarga bir tutash taqsimlab berishga birdek topshiriladi. Lekin sizlar shahar bilan avom fuqaroni boshqa sarkarda cheriklarga taqsimlab bermay, ham o'rniga ma'lum qilmay o'z bilgininglarcha bilishyapsizlar. Oltin bilan Quchorni qandoq jazolaganligim esinglarda-da. Gunohkormiz. O'g'day, mushu turqun bilan xalqni son o'tkazib bersam, qandoq xotirjam bo'la olayman? Chag'atay, kelgusida 3 daryoning bosh yaqindan ayrilib, ulug'singda xon bo'ladigan odamsan. Xon bo'lishga salohiyating to'shamda? Qag'on ota. Meni qerib qoldi. Qanot quyrug'imiz yetildi deb qarab, kepimni ilik olmoqdek bo'ldinglarmi? Bo'libmisan Chag'atay? Nuqta silinmagan shosh otdek nasihatga quloq solmaysan. Undaq emas. 80 yoshga kirsammi, nasihatlariga quloq solmaslikqa haddim emas. Gaping rostmi? Rost. Undaq bo'lsa, sana bir shum xabarni yetkazay. Yalamaysan. Ma'qul.
yig'lamayman. Oğulların arasından birini taxt varislig'inga tanla. Çoğ oğlun Muqa tuğan qaza qildi. Oğlum. Selim, onun halidan xabar olaman degandilar. Seni şundaq degandilar, Qag'on ota. Men shundoq degan. Yig'lama. Men bilan urush qatnashga hozirda tayyorlan. Navramning qisosini olaman. Bo'ldi. Chiqinglar. Xo'p, Qag'on ota. Aka! Aka! Muqa tuğa! Muqa tuğa! Hey, chiqib deb qo'ying. Qo'shindikilarning ko'nglini buzadigan bundaq naqshni etmasin. Qo'shindikilar yurtdan ayrilg'ili 3 yil bo'ldi. Yurtdagi qarindoshlarini seg'inib etyapotganda. Yurtdagi qarindoshlarini seg'insa usul o'ynasin, chelitsin. Yana o'tirsizmi? Kimsan? Toluy begimning elchisi. Ulug' Qag'on bilan ko'rishiman deydigan muhim chirikchilik xabari bor edi. Yuring. Hey. Kimkan o? Toloy begimning elchisi ekan. Ulug' Qag'on bilan ko'rishiman deydi. Ha, beringlar. Yuring. Ulug' Qag'on. Toluy begim aniqlab chiqdi. Dushmanimiz hamma lozimatli ashyolarni kemiga besib, qo'shin bo'yicha daryo bo'ylab bu yerdan qochmoqchi ekan.
Menden ferman Gülxan meşallerini öçürüp, keşidlep atınınla. Atla herip ölüp kalsın mı? Düşmanını toz filanla. Korşanı biz çıkaydı! Çıkın eli! Çıkın ulan! Ali'dir Karslan. Sultan Ali'dir. Cancık ilişeyle. Tengdassız Batur çevendaslarım! Ularga şemşirimizin temini tiyet koyaylı! Alga! Çapı! Kanokamdı Ferman! O kuzdanla sultanını tirik tutaylı! Alga! Çıpınla! Sizler oğul tapsağlar, ana şuna da kahraman qıp terbiyelanglar. O ölümden qutulup kaçtı. Kelgüsüde neni işanı kılalaydı. Hem nurgun qalaymıqançılıklarını mı peyda kılıdı. Ali'dir! Bosla! Çaptan bosla! Şu! Etinla! Kurtanlar! Yığır yarılanan bir kahraman öldürmanglar. Kurbanlığa yetse onu cenge atı tirik tutanlar. Şu çağda haqiqiy azimat hesablanırsizlar. Efendi, bu netçeylen nimi keselden ölüptü? Çağatay Hanzade, uyak ötüp söyleşeyle. Bu xil kesel, asli kezik değil o da.
Bu kasallik giribdor bo'lgan odam qiziydi. Beshi og'riydi, butun badani bo'shashib ketadi, ko'ziga qon qo'yiladi, badanida dog'liq asab paydo bo'ladi. Bu odam badanidagi pishtni yo'qolgan bir xil chumma. Yomon kasalmi? Yamirab ketadigan bo'lsa, butun qo'shindagilar tugishidi. Shuncha yomonmi? Agar odam badanidagi pishtlar yo'qolsa, bu xil kasal bilan yo'qolishdan saqlangan bo'lishi mumkin. Lekin Mo'ng'ullarning ulug' yastig'ida kirqatlarni yuyishib bo'lmaydi deb aniq belgilangan. Buningga bir nima demakdasiz? Apandi, bir amalini qilsa bo'ladi. Men dori-darmaklarni oldin tayyorlab qo'ygan. Ikkinchi xonzoda, yozgan risolam bo'yicha dori-darmaklarni akaldirsizlar. Bu xil kasalga sabab qilg'im bo'ladi. Bo'ladi. Risolani hozirlaysiz pasla, odam avatib aytildiray. Marhamat. Marhamat.